Assalomu alaykum, mas'ul odamlarga. Inshaalloh obyektimizdan ozgina joy ustiga suhbat degandek. Xo'p, men bir kasalim bor. Ishga kelsam, birinchi o'ringa xonani uborga qo'yib olaman. Bu yoshligimdan ustozlar shunaqa o'rgatib, shuni qonimizga singib ketgan. Men ishlay olmayman. Obyektimizga ish jarayoni ketyapti. Klientlar aytadi, "Shogirdlar ko'p ketib qoladi aka" deydi. Men hech o'rgata olmayman. Ishlatayotgan instrumentlarni shunday qo'yib ketishyapti. Mana shularni men pulimga sotib olaman. Instrumentlar. Mana bu pulzatlar hammasi hozir mana yuvib, artib remontga. Xo'p. Bu instrumentlar hammasi 3 yil, 2 yil, 4 yil, 5 yildan beri ishlatayotgan pulzatlar bu. Mana bu yerda xohlagan instrument sifatida. Shu narsani oddiy choyini damlab icha olmaydi. Bu xonadonimizga klientlarimiz turmaydi. Bitta choyini damlab icha olmaydigan shogirdlar bor. Bunaqa shogirdlarga o'rgata olmagan ham. Bunaqa o'rganmaydigan shogirdni vaqtimni olib o'tkazib o'tmayman. Sразу javobini berib boraman. Ishlayotgan joyini birinchi o'ringa uborga qilib, nimaga desanglar qonni yurishtiradi-da. Приятно ishlaydi. Klient aytadi, "Siz shunday kelib ketasiz" deysiz, birdan bilaman men. Nimaga desangiz, "Aka, ishlayotgan joylaringizni chiroyli qilib ishlaysiz, xushbo'y hidlar keladi" deydi. Musulmon odam shunaqa bo'lishi kerak. Xo'p, mana santexnik akamiz kelib, shekli kasaga bor ekan. Hozir ochib shekli teshuvdi. Hamma tagi gipsdan trishina ketdi. Hali mayli klientga yordam deb, mana hozirgilarni yamab qilyapmiz. Mana sizga obyektimizdan ozgina video ko'rsataman. Bu mavzuni yosh usta akalarimizga, men o'zim 25 ta ustozga shogird tushganman. Hammasini duosini olganman. Onam aytadilar, 7 kishi 40 hunar oz. Mana hozir mana turli ishlari, mana bu yerda relif ishlayman. Zeriksam relif ishlayman, zeriksam atachento surtaman, xohlasam tiyaga turli, xohlasam отделка, juda zeriksam kafel teraman. Xullas, usta akalar, mana shogirdlarimizga shu videoni tashlab qo'yaylik. Zo'ra manfaat olsa, charchamaysiz usta akalar. Yana ko'rishguncha